Sizning astrologiyangiz 2800 yilga ortda qolgan. Oddiy munajjimlar bashorati nega ishlamayotganini his qilyapsizmi? Chunki ular ilon o'ynatuvchi, ilon tashuvchi, ya'ni Ophiuchusni, yulduz turkumlarining haqiqiy chegaralarini va biz 2800 yildan beri baliq erasida yashayotganimizni hisobga olmaydilar. 0 daraja nuqtasi aslida baliq burji dumida joylashgan. Eski darsliklar aytgan joyda emas. Shuni bilingki, Alloh yaratgan narsalarni inson hattoki o'z qulayliklari uchun bo'lsa-da o'zgartira olmaydi. Dunyo 12 emas, balki 13 ta burjdan iborat. Koinotda burjlarning 30 darajadan teng chegaralari yo'q. Bu to'qima gapdir. Osmonda ulkan boshoq 45 kun, chayon esa bor yo'g'i 7 kunni egallaydi. Biz 13-burjni, ya'ni ilon o'ynatuvchisi, ilon tashuvchisini o'z qonuniy o'rniga qaytardik. Endi qo'y burji birinchi emas. Astra platforma Chingiza.com saytiga xush kelibsiz. Koinot matematik aniqlik bilan aks ettirilgan yagona platforma. Sizning koinot pasportingiz ichida nimalar bor? Haqiqiy xarita, 13 ta yulduz turkumi real o'lchamlari bilan, reinkarnatsiya, kim bo'lganingizni va o'tgan hayotingiz qanday yakunlanganligini bilib oling ruh o'laroq. Yulduzli kelib chiqish, siz yerlik jonmisiz yoki uzoq galaktikalardan kelgan musofirmi? 28 nakshatra. Biz yo'qolgan Abhijitni o'z o'rniga qaytardik. Chandrakala, jonli oy ritmi va kunning tabobati. Qalb mantralari. Sizning xaritangiz uchun shifobaxsh chastotalar. Xitoy muchalini ham chetda qoldirmadik, u ham bu yerda mavjuddir. Shuningdek, taqdiringizga ko'ra, natal xaritangizga ko'ra astro tibbiyot. Yolg'on ko'zguga qarashni bas qiling. Pushti ko'zoynaklaringizni yeching. Haqiqat vaqti keldi. Qulaylik uchun emas, yaratganning qonunlari bilan yashang. Ushbu sayt pullik, chunki haqiqat qadrlanishga loyiqdir. Bu o'zingizning asl nusxangizga erishishning narxidir. Uyingizga bo'lgan sayohat shu yerdan boshlanadi. Astra platforma Chingiza.com. Savollaringiz bo'lsa, mamnuniyat bilan javob beramiz. Yozing yoki qo'ng'iroq qiling. Barcha ma'lumotlar bu yerda hamda saytda ko'rsatilgan.